21 dekabr sanasi o'tib ketmasidan albatta safimizga qo'shilib qoling va ogoh bo'lib qoling. Do'stlar, 21 dekabr kuni ko'p mushkullar oson bo'ladigan kun. Qarzdorlar qani? Qarzlaring yechilishi mumkin. Mushkulli bolalar qani? Mushkullaring oson bo'lishi mumkin. Befarzandlar qani? Alloh taolo shirindan shakar farzand berishi mumkin. Qani mushkulli bolalar? Qani sinovga uchraganlar? Bu kundan bebahra bo'lmanglar. Do'stlar, biz 7 dekabr sanasidek yetimlarga, miskinlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga ko'mir xayriyasini, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazishlikni yana bir bor niyat qildik. Bu kunda duolar ijobat. Shu xalqimizning duolari bilan befarzandlar qani? 10 ming, 15 ming ehson qiling. Shoyatki shu ehsoningiz sababli Alloh taolo shirindan shakar farzandlar bersa. Qani qarzdorlar? 15 ming, 20 ming bo'lsa ham tushiring. Shu ehsoningiz sababli Alloh taolo qarzlaringizdan najot bersa. Qani mushkuli bolalar? Qani sinovga uchraganlar? Qani musofirlar? Qani ota-onasini haqqiga duo olmoqchi bo'lganlar, ota-onasi o'tib ketganlar? Qani 15 ming, 20 ming bilan shu saxovat peshi xalqimizning duolarini olib qoling. Va 7 dekabr kungi xayriyamizda ham bu duolarning ijobati albatta bo'ldi va buni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Siz ham Xolmatov rasmiy profiliga kiring. 7 dekabr kungi bo'lib o'tgan ishlarni, hodisotlarni ko'ring. Do'stlar, kelinglar, befarq bo'lmanglar. Alloh taolo nima dedi? Sadaqa tufayli, ehson tufayli boshlangga kelayotgan baloni ko'taraman dedi. Kelinglar, shu 15 ming, 20 ming pul bilan mana shu qalbimiz ichida turgan umidi duolarimiz, so'rovlarimiz hosil bo'lib qolishi mumkin. Sababi payg'ambarimiz alayhisalom nima deganlar? Kim bir birodarini mushkulini aritishlik yo'lida bir qadam qo'ysa, Alloh taolo shu bandasini mushkullarini o'zi ravo qilib qo'yadi deganlar. Kelinglar, shunday ekan qoldirgan kartalarimiz. O'zingizning sharoitingizdan, imkoniyatingizdan kelib chiqqan holatda ehson qiling. 15 ming, 20 ming bu aytiladigan, belgilanadigan summa emas. Sharoitingizdan kelib chiqib ehson qiling. Shoyat shu ehsoningiz qabul bo'lib, shu aziz xalqimizning duolari ijobat bo'lib, sizning mushkullaringiz oson bo'lib ketsa. Va bo'ladi ham. 7 dekabr kuni mana shu duolar ijobat bo'ldi. Siz albatta Xolmatov rasmiy kanaliga kiring. Bu duolarni ko'ring. Qaysi xonadonlarga kirganimizni ko'ring. Do'stlar, pulingiz yo'qdir. Pulim bo'lganda men ham ehson qilardim, mushkullarimni ravo qilib olardim deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Xavotir olmang. Mana shu videoga like bossangiz ham ehson o'rnida o'tadi. Kommentariya qoldirsangiz ham ehson o'rnida o'tadi. Storiesingizga qo'ysangiz ham ehson o'rnida o'tadi. Va ko'plab yaqinlaringizga, 15 ta 20 ta yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga, do'stlaringizga, "Ey do'stlar, qarindoshlar, yaxshi ish bo'lyapti. Kelinglar shu safimizga qo'shiling" degan ma'noda videolarimizni ko'plab odamlarga jo'natsangiz ham ehson o'rnida o'tadi do'stlar. Muhimi bebahralardan, bee'tiborlardan bo'lmang. Kelinglar, 21 dekabr sanasi o'tib ketmasidan albatta safimizga qo'shilingki, mushkullaringiz oson bo'lib ketsin.